Salom do'stlar, bugungi obzorimizda do'kon bo'ladi. Shar do'koni. Qayerdan men Optim shar olaman degan savolingiz uchun sizlarga kichkinagina bitta video lavha ko'rsataman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, qayerdan shar Optim oladigan joyimni aytib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, bu faqat shar sotadigan do'kon emas, balki mana shunaqa dekorativniy daraxtlar ham, vazada gullar ham, xullas hamma narsa sotiladigan joy. Ana endi sizlar bilan obzor ko'rishni boshladik. Birinchi tushadigan joyimizda sharga ko'zimiz tushadi. Shar obzorini ko'ryapsiz, juda ham assortiment katta, juda ham vibr ko'p. Mana bunaqa nasos sharlarni ham sotishadi va unga дополнительный har xil fotozonaga kerakli tangachali stendlarimizni ham sotishadi. Donasini 10 mingdan berishar ekan, sizlar uchun ma'lumot. Mana ko'ryapsizlar. Bu yerda bundan tashqari salyutlarimiz uchun ichidagi salyutlarni ham, salyutni o'zini ham sotishadi. Ko'ryapsizlar, 6 talik bor, 8 talik bor. Bularning narxi o'ziga qarab chiqaradi. Eng kami 9 mingdan boshlanadi. Xullas sharlarning assortimenti juda ko'p, har xil rang, ayniqsa hozirgi trendda bo'lgan ranglarimiz ham bor va men bu yerda o'zimga kerakli ranglarni olib sizlarga yana obzor qilishda davom etamiz. Bu yerda shardan tashqari yana suvenirli joyda podarchniy narsalar sotishadi. Rosa zo'r, vibr ko'p, har xil. Sizlarga obzor ko'rsatamiz. بذار بره اگه میگه بهتره من که دیگه جو ندارم عذرخواهی کنم واسش بخرم یه بگه دیگه بذار بره اگه میخواد مخم داره لگه زیاد میرقصیم و چیک تو چیک با هم لبوش Qaranglar do'stlar, bu yerda yana nima bor ekan? Mana shunaqa chiroyli devorga osib qo'yadigan sovg'atli har xil kashpoli narsalar bor ekan. Sovg'a uchun juda ham zo'r, необычный narsa. Masalan, menga ham mana shunaqa narsalar sovg'a qilsa, men jon deb devorlarimga osib qo'ygan. Hamma kerakli narsalarimiz oldik. Xullas sizlarga chiroyli obzor ko'rsatdim degan umiddaman. Sizlar uchun qiziq ma'lumot, qayerda bu do'kon desanglar, men sizlarga hammasini telefon nomerligigacha opsioniyada yozib qoldiraman.